Baxtiyor Qudratullayev 1971-yilda Toshkent viloyatining Yangiobod shahrida tug'ilgan. Shuning uchun uning o'g'ri ismi ikkita talqinga ega. U 26 yoshida tojni Yo'ldosh Ashurov, Dedhasan va Dato Tashkentskiy qo'llaridan olgan. Vorzakonlik tojini kiyish hozirgi zamonda mashhur bo'lgan ekstremal rejimda bo'lib o'tdi. Biroq virtual tarzda taqdim etilgan toshkentlik Baxtining yuqori kuchlari hech qachon tortishilmagan. U unvonni munosib qabul qilib, butun umri davomida o'g'rilarning tushunchalariga sodiqligini isbotlab, nafaqat tabiatdagi turli vaziyatlarda, balki Tovoqsoy qamoqxonasidagi O'zbekistondagi eng qattiq rejimda o'zini ko'rsatdi. Bo'lajak toj egasiga Yo'ldosh Bo'stalliqskiy o'sha paytda O'zbekistonga smetrashi etib qo'yilgan edi. Baxtida uning maxsus rejalari bor edi. Gap shundaki, Yo'ldoshning tepasida qora bulutlar to'plana boshlagan. Masala uning muqarrar devorchasiga aylandi. O'zbek o'g'rilari jamiyat rahbariga qarshi da'volar ostida umumiy fond bilan moliyaviy gunohlar ham bor edi. Lekin eng muhimi, u hokimiyatning klassik jinoiy olamiga nisbatan olib borgan yangi siyosatiga qarshi chiqa olmadi. Baxtiy Tashkentskiy O'zbekistonning jinoiy olamini uning rahbarligi ostida birlashtirishga chaqirdi. Xuddi shu yillarda vazifani Rossiyada Dedhasan hal qildi. U o'z raqiblarini cho'ktirgan ulkan va qudratli jamoaning rahbari bo'lishga muvaffaq bo'ldi va huquq-tartibot idoralarining bosimiga bardosh bera oldi. Ammo muvaffaqiyat vaqtinchalik edi. Dedhasan merganning qurboniga aylandi. 2009-yilda Yo'ldosh Bo'stalliqskiy Nukus qamoqxonasida sirrozdan vafot etgan. Vazir Almatov bilan bo'lgan jangda Baxtiy ustunlikda aniq yutqazdi. U o'g'irlar dunyosida tartibni tiklash uchun tayinlanmagan, birinchidan mamlakatdagi barcha zonalarni qizil rangga bo'yalgan edi. Keyin u o'zi O'zbekiston chegaralarini tark etishga majbur bo'lgan. 2008-yilda Moskvada hibsga olingan va 6 oy o'tgach O'zbekiston tomonining iltimosiga binoan vataniga qaytarilgan. Toshkent uni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi giyohvand moddalar savdosi bo'yicha sud qilishdi va jazoni jasliqda o'tash uchun jo'natishdi. Uning taqdiri haqida hokimiyat bilan muzokara olib borgan nufuzli o'zbeklardan Salimboyevcha, ya'ni Salim Abduvaliyev donoligiga ishonch hosil qilish mumkin va u davlat va soyali tuzilmalar orasida bog'lanib, uning evaziga hokimiyatdagilarning boyligi va shon-sharafiga sazovor bo'lgan. Baxtiy Tashkentskiyning yutqazganiga tasalli uning asosiy raqibi vazir Zakir Almatov o'z irodasini va ishtiyoqini yo'qotganligi edi. 2005-yilda u Andijondagi tartibsizliklarni bostirishda o'zini ko'rsatdi. Buning uchun u qonli vazir laqabini oldi. G'arbiy huquq himoyachilariga ko'ra, huquq-tartibot idoralari xodimlari bir necha kun ichida 187 kishini otib o'ldirganlar. Bir yil o'tib, u sog'lig'i yomonlashgani uchun ishdan bo'shatildi. Endi u surunkali diabet kasalligini davolash uchun chet elga kelganida qurolsiz aholiga qarshi sodir etgan jinoyati uchun hibsga olish va javobgarlikka tortish masalasi doimiy ravishda ko'tariladi. Baxtiy Tashkentskiy hali ham vatandoshlar tomonidan Qirg'izistonning O'sh shahar hokimi Melis Mirzakmatovni kaltaklash bilan eslab turildi. Vorzakon mansabdor shaxsga musht bilan hujum qilgani amalni isrof qilish emas, balki Mirzakmatov o'zini qirg'iz millatchisi deb atab, o'zining anti-o'zbek qarashlarini yashirmaganligi uchun kaltaklandi. Baxtiyning xatti-harakatlari rasmiy hokimiyatni tan olmaydigan va millatiga qarab odamlarni ajratmaydigan yozilmagan o'g'irlar shon-sharaf kodeksiga to'laqonli mos keladi. Birinchi marta Baxtiy Tashkentskiy 2008-yilda giyohvandlik moddasi saqlanganligi uchun hibsga olingan. U 6 oyni tergov hibsxonasida o'tkazdi. Shundan keyin O'zbekistonga deportatsiya qilindi. U yerda sodir etgan jinoyat bo'yicha sud bo'lib o'tdi. Sud qarori bilan Qarshi shahridagi eng qattiq koloniyalardan birida jazoni o'tash bilan qonuniy o'g'ri 8 yilga qamaldi. Jazoni o'tash yillarida Baxtiy sezilarli darajada ozib, zaiflashdi. Koloniyadan uni yaqin qarindoshlari nogironlik aravachasida kutib olishdi. Chunki u ozod bo'lgan paytiga kelib, o'zi mustaqil yura olmas edi. Koloniyada ular mamlakatda o'g'rilarning buyrug'ini o'rnatishga uringan yagona nufuzli Vorzakonni kaltaklashdi va masxara qilishdi degan fikrlar mavjud. Ozod qilingandan keyin u yana mamlakatga kirib keldi. Bu mamlakatdagi qonunchilikning eng ta'sirli o'g'risi edi. O'g'rilarning g'oyalarini rivojlantirishda va xudojo'y
uy-joy bolalarga ta'lim berishda davom etdi. U ishtirok etgan eng baland tadbir 2018-yilda O'zbekiston poytaxtida bo'lib o'tgan eng baland yig'ilish edi. 2018-yil 20-avgust kuni Toshkentda Podsovet hududidagi barcha vorzakonlar yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu haqda 30-avgust payshanba kuni jinoiy olamga yaqin manbalarga asoslanib Ozodlik radiosi xabar bermoqda. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov davrida jinoyat doiralarining aksariyati qamoqqa tashlangan. Ularning o'z qismi hukumat nazorati ostida ishlagan. Hozirgi qonun o'g'rilarining yig'ilishi Toshkentda 20 yil ichida birinchi marta bo'lib o'tdi, deydi rossiyalik tahlilchi. Nashr bilan suhbatda sobiq sovet jinoiy doiralari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganib, o'z nomini oshkor qilishni istamoqda. Uchrashuvga 46 yoshli o'zbekistonlik jinoiy hokimiyat vakili Baxtiyor Qudratullayev tashrif buyurdi. Uchrashuvga xizmat qilgan haydovchining so'zlariga ko'ra, jinoyatchilarning uchrashuvi o'zbek shou biznesining taniqli vakillaridan birining 3 qavatli villasida bo'lib o'tgan. Uchrashuvda jinoiy olam va O'zbekiston qamoqxonalari ustidan nazoratni Rossiyaning kriminal olam vakillariga o'tkazish masalasi ko'tarildi. So'nggi 20 yil ichida O'zbekiston o'g'rilar tushunchasidan uzoqlashdi. Deyarli barcha zonalar qizil rangga aylandi. Jinoiy hokimiyatlar tomonidan nazorat qilinmaydigan va ma'murlari mahbuslarga konsepsiya bo'yicha yashashga ruxsat bermayotgan va ularni ichki tartiblarni qat'iyan bajarishga majbur qilinganlik eslatmasi qizil rang deyiladi. O'zbekistondagi Birodarlik umumiy fondga pul berishni to'xtatdi. Uchrashuv chog'ida ular o'zbekistonlik vorlar bundan keyin barcha bu olam vakillari bilan muhokama qilishga kelishib oldilar. Bundan tashqari Baxtiy Tashkentskiy o'z majburiyatlari haqida eslatib turishadi. Bunga ko'ra u doimiy barcha tarmoqlarda qatnashish kerak, dedi Ozodlik radiosidagi manba. Uchrashuvdan keyin O'zbekiston poytaxti huquq-tartibot idoralari tomonidan qozog'istonlik 60 yoshli Aytkal Maymushekov qo'lga olindi. Birozdan keyin u qo'yib yuborildi. Ishonchim komilki, u taniqli o'zbek biznesmeni Salim Abduvaliyevning aralashuvidan so'ng qo'yib yuborilgan, deydi Ozodlik radiosidagi suhbatdosh. Nashr manbalarining ta'kidlashicha, yig'ilishda jinoyat boshlig'i Beslan Musayev va Rossiyadan kelgan yana 2 o'g'ri ishtirok etgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi Ozodlik radiosining suhbatdoshi ushbu uchrashuv o'zbekistonlik vorzakonlarning Rossiya jinoiy olami bilan yarashganini anglatadi, deydi.